Apos xo'ja akamiz Denovga tashrif yurgan ekanlar. Hozirga uniga borib reklama narxlarini sizlar bilan so'rayman, lekin rostdan o'zim sachcho chepman, o'zi qibrroq inson deyishgandi. Bilib boramiz. Sekinroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ketdim, Sog'ligingiz sarchang. Denovga keldingiz? Biz xabarimiz bo'lmay qolibdi. Aka endi me'mor zo'r e'lon qildim qo'ldan kelgancha. Qarang, o'zi sizni bitta narsa so'ramoqchi edim. Reklama narxlaringiz qanday? O'zi yurish. Reklama aka endi sal Toshkent uchun qimmatroq, lekin men o'zim shu yerdaligim uchun arzon qilib beraman aka. Nima xizmat? Qarang, hozir bitta narsa qilsak, hozir ko'p tadbirkorlar bor bizda. Men o'zi blogerman-da, Surxondaryo ko'cha kontent qilaman. Million bo'lib keting. Ko'rgan bo'lsangiz agar mana bu videolar, endi bizda tadbirkorlar ko'pincha bizga murojaat qilishadi reklama bo'yicha. O'sha bir chiroyliroq narx bersangiz. Ismingiz nima aka? Laziz aka. Laziz aka, siz nomingizdan chiqib, kelishtirib chiroyli qilib beraman. O'zingiz nomeringizni qo'yib, o'zingiz gaplashib aloqaga chiqib qo'ying. O'zim nomerimni qo'yaman. Sizlarga aniq konkret bo'ladigan reklama sizlarga aytaman, chiroyli narx qilib berasiz. Ha, bo'ldi aka. Chiroyli narxda ishonaman. Yo'q, aka, gap. Nasib ketib qolish yo'q. Surxondaryodan kelib biz xafa bo'lmadikmi? Biz ham hech kimni xafa qilmaymiz. Bo'ldi, joningiz sog' aka, sog' bo'ling, charchamang.